har bir ne'matning shukri uni shariatga muvofiq go'zal holatda ishlatish bilan bo'ladi. Shuning uchun inson ulovda yurganida qo'lidan kelganicha o'zi va o'zgalarni xatarga qo'ymasligi, piyodalar, yo'lovchilar va boshqa haydovchilar hayotiga xavf solmasligi kerak. Buning uchun esa yo'l harakati qoidalariga va yo'llarga qo'yilgan ishora belgilariga qarashlik lozim. Qizil chiroqda o'tish boshqa bir yo'l harakati ishtirokchisi haqqini paymol qilishlik hisoblanadi. Mashinaga minishni yaxshi niyat bilan boshlash kerak. Yo'l davomida o'zgalar bilan chiroyli muomala qilish yuksak odobdandir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: qaysi biringiz ulovga minganda Bismillahirrohmanirrohimni aytmasangiz shayton birga mingashadi. Bu narsani har bir odam yaxshi bilish kerak. Ulovga o'tirdimi, Alloh taoloning nomini zikr qilib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan siz va bizlarga tavsiya qilingan duolar bor, zikrlar bor. Ana o'shalarni aytib, asta ohista yo'l yuriladi. Hozir odamlarning aksari lag'v narsalar, o'zi ham tushunmaydigan musiqalarni qo'yib olgan. Albatta bunda shayton bular bilan birga bo'ladi. Shayton doimo insonni yo'ldan og'dirish, uni halokatga yetkazishni payida bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda qaysi bir odam qanday ulovga o'tirsa, Allohga takbir aytadi, hamd aytadi. Buni bizlarga bo'ysundirib qo'ygan zotga maqtovlar bo'lsin deydi.